kelishi bilan hammada to'ki muammosi boshlanadi. Biz buni oldin olgan holda keng assortimentda stabilizatorlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Eng kichkinasi mana 1 kilovatdan 30 kilovatgacha bo'lgan variantlari nalichida mavjud, juda ham keng assortimentda. Videoga like, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Biz hozirlar bilan baravar ko'rsatib o'tamiz, narxlari bilan aytib o'tamiz xudo xolasa. Mana eng kichkinasi 1 kilovatdan boshlanadi. 1, 1,5, mana 2, 3 kilovatli, 8 kilovat, 10 kilovatli variantlari, 15, yana 20 hamda 30 kilovatgacha bo'lgan variantlari mavjud. Hop, bizda mana 1 kilovat, 1,5, 2 kilovatlari 100 dan 260 gacha ko'tarib beraveradi. Mana men to'g'ri ma'lumotni yozib qo'ygan. Shu 1, 1,5, 2 kilovatlar shunaqa. Endi 3 kilovatdan boshlanadi. 80 dan 260 gacha. Mana 80 dan 260 gacha. 3 dan 30 gacha bo'lganlari hammasi 80 dan 260 gacha ko'tarib beradi. Bularimiz endi narxlariga keladigan bo'lsak, eng kichkinalari mana 1 kilovatlari $40, 1,5lari 50, 2 kilovatlari bo'lsa $60, 3 kilovatlari bo'lsa $70 dan chiqadi. Undan anaqa narxlari boshlanadi 5 kilovatlari. 5 kilovatli stabilizatorimiz narxi $150, 8 kilovatlarniki $200 qilib beramiz. 10 kilovatli bo'lsa $250, 15 kilovatli $300, 20 kilovatli bo'lsa ko'rishingiz mumkin $350 qilib beramiz. 30 kilovatli narxini bo'lsa $400 qilib beramiz. Xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Dastavka alohida bo'ladi, bepul bo'lmaydi. Endi buni sizlarga katta foydasi, masalan O'zbekistonda biron bir joydan apparat sotib oldinglar, masalan o'zimizda ham shunaqa. Olganlaridan keyin apparatga garantiya beradi, lekin siz to'kingiz passivni hisobiga masalan 100 dan past tokda mahsulotni ishlatib, mahsulot kuydirib qo'yadigan bo'lsanglar, u garantiyaga o'tmaydi. U sizlar o'zlaringizdan rasxod bo'ladi ortiqcha. O'shani oldin olgan holda stabilizator olsalaring, xudo xolasa sizlarga ancha ish beradi, manfaatli bo'ladi xudo xolasa. Kimga shuna stabilizatorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar. Narxlarni yana boshqa aksiyalarga yozib qo'yamiz va kommentariyaga yozib qo'yamiz. Pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar, O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz.